Assalomu alaykum aka. Sizga ozgina Samarqand shaharini, Fayz akani ko'rsataman video uchun. Shahar nimasini ham ko'rsatasan, hamma yo'q yopilyapti. 3-slodan 5-slogacha hamma yo'q yopiq bo'ladi. Nasib etsa bizlar ham dam olishga ketamiz. Ibi ana yangilik. Yangilik. Hamma bu yopilishlardan xursand bo'lsa, men xafa bo'lsa, men xursandman. Chunki dam olishga boryapmiz agan. Noshkur, aslida boramiz-ku hamma yo'q. Ha, yo'da. Ana moshlarimiz qarab beramiz. Yangi salon. Men hozir bildim, tabriklayman Fayz aka. Rostdan hozir bildim. Nimani? Bu salon borligini. Bu prosta shunday. Moshimizlarniki prosta. Ha, moshimiz. Bizga bu salon keragi yo'q. Buncha salonni eplash charchadim. O'zi shunchasi yetarli. Endi hammamizga nasib qilsin shunaqa jiddiy problemalar. Evrolmayapman rostdan. Yani charchyapman. Hay, o'zim bugun bir xursand qildik-ku. Xudo xolasa yaqinda yana bitta avtomobil oldim. Polni proyekt boshladim. Такой легкий tuningcha. Ekonom variant. Семейni o'yladik. Siz ekonom variant qilsangiz. Ekonom variant aka avtomobil sam ekonomist gibrid oldi. Ha, shunaqa desangiz bo'ladi. Ekonom variant deganda u misol uchun 1000 dollarga mashina olib, shuni eng minimumda qilib misol uchun mashina terilsa, minimum variant. Lekin pashti o'ziga pashti 3-4 ming. Shuni aytayapman. Tuning o'zida. Зато приятный bo'ladi такой. Необычный. И как всегда, mana bugungi число 1 aprel bugun. 2025-yil. Men shu yangi avtomobil mana proyektni boshladim. Samarqandga birinchi men bo'laman, ko'rasizlar. Как всегда, мы создаем, другие копируют bo'ladi, ko'rasizlar. Nasib bo'lsa. Ha, 1 aprel ekan bugun. Bu hazil emas ekan. Hazil. Bilan video yasasak ham erta kuni shuni kopirib chiqadilar. Bironta lokatsiya topsak, erta kuni bilan hamma tarakanlar ham boshlanadi video olish. Shu tameli bilan. Mayli. Hammaning omadini bersin. Video to'xtab qolgani uchun uzr. Jetower X70 Plus bu. Bilishlaringiz uchun. Bu jaydari bilan eshak bu mashina. 24 mingta yurdim mana. Zakonni xizmat qilyapti. Hamma dedi Jetower falon balon mana живой пример. Men mashinaga napet davolim. Mana bugun ham boya klient keldi. 70 ming, 80 ming yuribdi bir yilning ichida. Davolimman deyapti. Men bilaman, qarshilik bolalarni bilaman, o'sha kun turib yurganlarni. Просто hamma nimada ham reklama, anti reklama bor shekilli. Da. Tak mashinacha yomon emas, o'zi pulga yomon emas. Kim bo'lib 5% рассрочка ketyapti bunda. Amin aytib qo'yay, mayli nimaga bu mashinada yuribdi 600 emas deyotgan bo'lishlaringiz mumkin. Sababi shu tixga yurganimiz ma'qul. Chunki 600 ta minib chiqsak degunimizcha svetoforda bu tarafiga qarasak ham qarab turamiz aka, bu tarafiga qarab tursak ham lejbi men shuni to'g'riga qarab turaman. Labbay faxrlangan. To'g'riga qarab turaman. Telefon bo'lib qolgandi, o'chirgandim. Unda Чисто Mercedes masalasiga pasdan keladilar. Faxriddin akam Korzinkani xo'jayini. Nolommi? Oblastnoy. Ha. Zo'r odam, yaxshi inson, xarakterlari ham zo'r. Mashina ham sostenasini sevganman bor-ku. Yaponskiy nimadan olingan u kishi? Timur. Berim. Ha, nima shu bu taraf to'g'riga qarab turaman. Shu lejbi bu tarafga qarab qolsam, bo'ldi, tamom. Derazani ochib, aka bitta bosaylik. Akalar iltimos kerak emas. Shahrimiz chiroyligini qara. Unda. Hamma vaqtda yonib tursa svetlari. Onaqasidan. Labbay odilaka. Onaqasidan yonib tursa boshqacha bo'ladi. Оранжевый, все оранжевый, все оранжевый. Не, салон оранжевый держится. Samarqand shahar o'zgacha chiroyli shahar. Hali ham oldin ko'p edi daraxtlar. Ancha kesilgan. İşte men juda sevaman o'zim shahrimni. Menga Dubay, Puvayni ko'p shaharlarga ham borib kelaman, Rossiyalarga borib kelgan, ko'p shaharlarga borib kelganman. O'zimni Samarqandimdek bir havosi, nafasi
Как объяснить правильно? Aura goroda deyiladi, ruschasiga aura deyiladi. Baribir Samarqandimiz boshqacha. Kammi ko'pmi mer-oqibat bor Samarqandda. Kammi ko'pmi odamlarga ozgina bo'lsa ham andisha bor Samarqandda. Boshqa shaharlarga endi aytmayman, podrobni qanaqa qaysi shaharni, endi o'zimiz O'zbekiston shaharlar bor. Andisha degan gap yo'q. Bir-birini allashdan qo'rqmaydi, boshqalardan qo'rqmaydi. Bizlarniki kammi ko'pmi shaharimiz maydaligi sabab ko'pinchalar bir-birini taniydi. Ozgina bo'lsa ham qo'rqib turadi odamlardan. Hay, kimdir bor, vijdonsizlar, короче, kim o'sha shu narsa bilan tug'ilib o'sganlar ko'p. Mashinniklar ham ko'p qana shaharimizga, o'ziga yarasha. Xudoga shukr, tozalar ham shunga yarasha ko'p. Andishani otini qo'rqoq qo'yibdi. U vayni vaziga kirib kelyapmiz. U boshda ham turibdi, bu boshda ham. O'g'alar hamma yo'qqa. Yaxshi kunlarga meni yursin. Yangi kana. Da. Da. Reklama qilib ketay. Kimga qanaqa mashina kerak bo'lsa, pastdagi raqamlarga bemalol telefon qilishlaringiz mumkin. Da, kстати, aka-ukalar, mana Muhammadjon SMM'shimiz. Bizning reklamalarimiz tekin. Именно avtomobil sohasiga, boshqa firma, boshqa bizneslarni reklama qilmaymiz bizlar. Только avtomobil masalasi. Mashina sotmoqchimizsa, olib kelsangizlar, bolalarni sotib berib qo'yishga sotib qo'yadi. Tepa tekin. Rani tepa tekin. Endi nima qilasan? Men azon emas, tepa tekin qilasan. Tepa tekin kelaverasizlar. Bu yer bulvar deyiladi. Aka buni gapirib o'tirishi shart emas. Nimalari shu yerda. Hamma butun O'zbekiston o'zi bilib bo'ldi, buni qanaqa joy, nima bo'ladi. Undalik, haqiqatda chiroyli, takoy. Ha, mayli, ro'za tugadi. Mana shu kechqurun, kunduzi kelsalaringiz mana shunday takoy chiroyli qizlar o'tadi. Informatsiya uchun mana shunday shuni. Chunki bu yerda institut joylashgan. Polni. Chiroyli qiz har bitta viloyatda o'ziga yarasha bor. Endi baribir uylanmagan bolalarga informatsiyada takoy o'qigan, yaxshi qiz topaman desalaringiz, mana shunday kelsalaringiz bemalol topib olishlaringiz mumkin. O'qimagani bo'lmaydimi? Endi kamu kak menga вообще qizig'i yo'q. Lekin Samarqandda ham nomer mashina bo'yicha odamlar ancha kuchayib boshlamagan, u kuchayib bo'lyapti. Da. Samarqand mashina qarashga men senga aytaman, lideri. Troyki lideri Samarqand всегда bor. Даже Tojikistonliklar kelib, bolalar ko'rib, pastdan tekstlarni mashinachalar pastdan top-toza, balonchalar qop-qora pastdan deb. Shu kechqurun bilmayman, kasallikmi yo boshqami. Shu kelib bir marta bulvarda aylanib ketmasa, uxlolmaydigan bolalar borda. Shu top-toza qop-qora balonlarda. Da. Bo'ldi, bugunga shu. Da. Hammalariga rahmat ketagan. Ha. Yana ham like bosish istaringizdan chiqmasin. Podpisatsiya qilingizlar. Bundan ham qiziq videolar chiqarishga harakat qilaman.